Toshkent Nomeradin go'sht mahsulotlarida nima gaplar? Ichkariga kirib, to'liq obzor qilib beramiz. Ko'ringlar, go'shtlar, brenzalar, turli tumanlar, dudlangan, kapsit qilingan, tandirga tiqilgan, xullas to'y tadbirlar uchun, oilada marosimlar uchun qanaqangi tadbir kerak bo'lsa, qilayotgan bo'lsalaring, go'sht mahsulotlarini Toshkent Nomeradindan topasizlar. Chaqchuqlar, tillarni konservalanganlari, yana nimalar deyish mumkin? Issiq kunlarda chanqab pozalan damashq kompotlargacha bor. Bu jamoada raqamlarni qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilsangiz, barcha muammolar tantanalar uchun, tadbirlar uchun albatta bitadi. Dudlangan dumba, toshlikni ruleti hamda po'stirma ruletlarigacha, sirni go'shtlarigacha aynan qaysi Nomeradin Toshkentda jamoasida ko'ringlar. Bu jamoa haqida qancha gapirsangiz shuncha kam. Kelib o'zlaring amin bo'lasizlarki, go'sht mahsulotlarimiz barcha turdagi sifatda mavjud hamda eng sifatlilar. Bemalol to'yni boshlab olsalar ham bo'ladi.